İkinci bab. Ey oğlum, sen İsa Mesih'nin mehir şefkatiga tayinib, güçlük bol. Sen mendin öğrengen təlimlərini köp itiqatçılar anlagan ve bu təlimlərinin doğru ekanligiga guvohlik berib kelgan. Endi bu təlimlərni ishonchlik hamda boshqalarga ta'lim beradigan kishilarga yetkizgin. İsa Mesih'nin yaxshi jangchisi bo'lib, men bilan birga azob uqubat tatishga tayyor tur. Jangchi bo'lgan kishi o'z komandanini rozi qilish uchun turmushning ushaq-tushaq ishlariga boshqa puhrolardek aralashmasligi kerak. Musobaqa qatnashgan tan harakatchimi musobaqa qoidalariga rioya qilmasa, g'alabaga erisholmaydi. Ajr singdirgan dehqon olgan g'usulidan albatta birinchi bo'lib bahramon bo'ladi. Bu hikmetlik sözlerini yaxşı oyla. Çünkü Rabbimiz sana bu işlarının hemisi de akıl beridi. Sen Davud padşahının evladı boğan ve ölümden tirilgen İsa Mesih'ini esingde tut. Bana bu men yetkiziyotgan xush xabar. Bu xush xabarni yetkizganligimdan köp azap uqubat çektim. Hatta jinoyatchilardek shallanib zindonga tashlandim. Lekin hech kim Xudoning so'zini shallayolmaydi. Shuning uchun Xudo tanlagan bandalarning İsa Mesih tarafidan qutqizilishi va mangulik shon sharafga erishishi uchun har qanday azob uqubatlarga bardoshlik beryapman. Tövendeki bu so'zlar ishonchlikdir. İsa Mesih bilan billa ölgen ikenmiz, onun bilen yeni hayatta billa yaşaymiz. Qiyinchiliklarga bardoshlik bersak, onun bilen billa hüküm süremiz. Biz onundan tansak, o mu bizden tanıdı. Biz onunla sadakatsizlik qilsak mı, o yanıla sadaqatlikdir. Çünkü o çokum özünün sözüde turmay qalmaydı. Bu işlarni davamlıq etiqatçılarning samiga sal. Xudo oldida ularni bema'ni so'zlar to'g'risida talash tatish qilmaslikqa buyrug'in. Bundaq talash tatishlarning hech qanday foydasi bo'lmayli qolmay, belki anglag'uchilarning e'tiqodini vayron qiladi. Xudoning haqiqatini to'g'ri tushundirib, o'zingni Xudo oldida yerga qarab qolmaydigan, belki Xudoni xursand qiladigan xizmatchi qilib yetishtirishga tirish. Xudoga bo'lgan ixlosmandlikka munosib kelgan quruq gaplardan saqlan. Chunki bundaq gaplarni qilguvchilar Xudodan texmu yiroqlashidir. Ularning gaplari xuddi zaharlik o'smidek tezla yamrab ketidi. İmeney ve Filetlamu mana shunday gap so'zlarni qilguvchilardandir. Ular o'lganlarning tirilishidan iborat bu ish allaqachon yuz berib bo'ldi deb haq yo'ldan chatnab, ba'zilarning e'tiqodiga buzg'unchilik qilmoqda. Biroq Xudo qurgan ul mazmut turmoqda. Uningda mo'ni so'zlar muhrlanib yozilgan. Rabbimiz o'ziga mansub kishilarni tanıydı. O'zlarini Rabbimizga mansub deydigan kishilar yomonliklardan qo'l uzsin. Boy oilalarda faqat oltin kumush qochilarlar bo'lib qolmay, yog'och, sopol qochilarmi bo'ladi. Oltin kumush qochilar alohida sorunlarda, boshqalari bo'lsa odatdagi sorunlarda ishlatildi. Agar bir kishi o'zini yuqorqi yomon ishlardan pok tutsa, u xuddi alohida sorunlarda ishlatiladigan oltin kumush qochiga o'xshaydi. Chunki
u pak boludu. Hamda xo'jayinga, ya'ni Xudoga yaramli kishi bo'lib, har qanday yaxshi ishlarni qilishga tayyor turdi. Shunga yoshlikning orzu-havaslaridan o'zingni tot. Pak qalb bilan Rabbimizni chaqirgan boshqa kishilar bilan birga haqqoniylik, e'tiqod, mehr-muhabbat va inoqlikni izla. Ahmiqona va behuda talash-tatishlarga aralashishni rad qil. Chunki bundoq ishlarning jidal tiraydiganligini bilasan. Rabbimizning xizmatkori jidalxo'r bo'lmasligi, aksicha hammaga mehribon va ta'lim berishga mohir, sabr toqatlik bo'lishi kerak. Rabbimizning ta'limiga qarshi turganlarga muloyimlik bilan nasihat qilish kerak. Balkim Xudo ularga haqiqatni bilib olish uchun tavba qilish fursatini berdi. Buning bilan ular uyqusini echib, o'zlarini tutqun qilib, orzusiga yetmoqchi bo'lgan shaytonning to'ridan qutula oladi.